Buxanka nonini tayyorlash shunchalik oddiy va osonligini bilganimda, ishoning oldinroq tayyorlab ko'rgan bo'lar edim. Shunaqa ham mazali va o'xshab chiqdi. Uning uchun idishimizga 2 stakan qaynoq suv, tuz va shakarni solib, mana shunaqangi dro'jdan foydalandim. Yaxshilab aralashtiramiz massamizni. Keraklicha un solib, yana aralashtiramiz. Xamirimiz shunaqa holatga kelganda ustidan yog'ni quyib, shunaqangi mushlashni boshlaymiz. Yog' tufayli qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lishi kerak. Ustini yopib 40 daqiqaga olib qo'yamiz. 40 daqiqadan keyin oshgan xamirimizni unlab 2 qismga bo'lib olamiz. Shunaqa ham yumshoq xamir bo'ladi qizlar. Bu retseptdan 2 bo'lak buxanka non chiqadi. Xuddi shunaqa qilib to'rtburchak qilib yoyib, rulet qilib o'raymiz ichkariga. Men yana ham o'xshab chiqishi uchun chorsudan shunaqangi qolip sotib oldim. Dro'ja ham chorsudan bemalol olsanglar bo'ladi. Ichini yog'lab, xamirlarimizni sovolamiz va yana 20 daqiqa oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni ustini sekinlik bilan ochib, 40 daqiqaga 200 gradusga pishirishga qo'yamiz. Sizda bunaqa qolip topilmasa, keks qolipda pishirsangiz bo'ladi. Shunaqa ham mazali bo'ladi. Bir zumda issiqqina. Bu retsept uchun like bosishni albatta unutmang.